Mana bu limonli videoni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu yerda yomon holatdagi limonlar yonma-yon qo'yilib, bir-biriga bo'lgan ta'sirini aniqlamoqchi bo'lishgan tadqiqotchilar va tadqiqot natijasida shu ma'lum bo'lganki, do'stlar, chirigan limon yaxshi holatdagi, sog'lom holatdagi limonga katta ta'sir o'tkazgan va undan keyin bu ta'sir boshqa limonlarga ham tarqagan. Haqiqatdan ham bu narsa, bu tajriba shuni ko'rsatadiki, albatta atrofimizdagi muhit bizga juda ham katta ta'sir qiladi. Juda ham katta ta'sir qiladi. Bilsanglar, Garvardda bir tadqiqoti bor edi. 5 ta ahmoq bilan birga yuradigan bo'lsang, 6-ahmoq o'zing bo'lasan degan ma'noda. Yoki 5 ta boy bilan yuradigan bo'lsang, 6-boy o'zing bo'lasan degan ma'nodagi tadqiqot bor edi, do'stlar. Ya'ni muhit tabiiyki bolani o'sishida juda katta ta'sir qiladi. Mana shunga o'xshash mavzular borasida Toshkent shahridagi Chilonzor filialimizdagi Farabiy maktabimizda ochiq eshiklar kuni uyushtirmoqdamiz. Bu yerda seminar bo'lib o'tadi va bu seminarda aynan bola ta'limi va tarbiyasiga oid dolzarb mavzular haqida suhbatlashamiz, do'stlar. Albatta bu ochiq eshiklar kuniga qatnashish niyatida bo'ladigan bo'lsanglar, izohlar qismiga plyus qoldiringlar.